aka buni narsani falsifikasidan zerikdim aka. Borib servisimda sotyapman, 2-3 tasi qaytib keldi. Antifriz muzlab qoldi, radiatorim yorilib ketdi, boshqa bo'ldi. Aka buni originali bormi? Aka juda zerikdim bu narsadan. Assalomu alaykum. Originali bor aka buni. Farqini qayerdan bilsa bo'ladi? Buni aka ustida ajrata olmaysiz. Hamma yo'g'i birga bir xil bo'ladi, faqat bitta joyda farqi bor. Buni ochamiz. Mana bu yerda plombasi bo'ladi aka. Originalida buni yaxshi yopishtirilmaydi. Yana bitta eng esda qoladigan yeri mana shu qirog'idagi plastmassasi qalini bo'lsa O'zbekistonniki bo'ladi. Falsifika O'zbekistonniki. Mana bu shuni originali, plombada ajratib olsangiz bo'ladi aka. Aka, xo'p. Buni bilib oldik aka. Mabodo yog'larda ham falsifikasi boshqasi bo'lishi mumkinmi aka? Bo'ladi aka, yog'dagi ham bo'ladi. Hop, aka bo'lmasa sizda shuni originali bor. Bugun garantiya berasizmi 100%? Garantiyaga 100% beramiz aka, garantiyasi bor. Bo'lmasa aka yog'ingiz bilan bitta tanishtiring, bo'lmasa men sizni nimangizdan birula o'zim sotib olaman aka. Bo'ldi aka. Yog'larimizda assortimentlar katta aka, xohlagan turidan bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Hammasi 100% garantiyali, original aka. Aha. Qaysi yog'lar tavsiya qilsam bo'ladi? Mana Mikkilar bor aka, Lotuslar. Pullari bilan bitta tanishtiring. Pullarni ham bilaylik. Mikkilarimiz 240 ming so'm, Hyundai'larimiz 170 mingdan, Fanfarolarimiz 170 mingdan, 5 litrlilarimiz 210 ming, 200 mingdan. Xo'p. Favoritlarimiz bor aka. Xo'p, narxlarimiz 3 litrlilar 140 ming, 5 litrlilar 190 ming so'm. Turlarimiz juda ko'p aka. Aka, dastavkalarimiz ham bormi? Dastavkalar ham bor. Bo'ldi aka, bo'lmasa dastavkalarga chiroyli narxda qilib beraverasiz aka. Shu yerda optim bahoda qilib berasiz. Dastavkaga pul qo'shilmaydi aka. Yo'q, shunday olib borib beriladi aka. Bo'ldi. Xudo xolasa aka, bo'lmasa nomeringizni qoldiramiz aka. Lokatsiyangiz bilan bitta bizni tanishtirasiz bo'lmasa aka. Lokatsiyamiz aka bozorga kirganingizda o'rta qatorda o'ng qo'lga yurasiz. Orientirimiz oshxonani yonida, yana bitta mo'ljal radiouzil botka bor, o'shandan kirishingizda o'ng qo'lda. Xo'p, akalar, akamiz lokatsiyalari Zapchas bozor, Qo'qon, Dang'arada, Mastona bozorida o'rta darvozadan kirganlaringda shunda o'ngga yursalar, radiouzil bor mana. Mana shu radiouzilni shunday ro'parasi do'konlar ekan. Kelib, bizni Telegram kanaldan keldim desalar, akamiz yana ham skidka qilib berasiz aka. Akalar, akamiz nomerlarini qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar, garantiya bilan berishar ekan. Bittadan like bo'lsa, videoni mashinasi bor tanishlarga jo'natib qo'yamiz.